Qanaqa qilib kichkinagina bir oila butun dunyoni qarz bilan boshqargan? Rothschild dunyodagi norasmiy eng boy oila hisoblanadi. Hatto ular o'zbek hukumatiga ham maslahat berishadi. Lekin ular rostdan ham dunyoni boshqaradimi? Hammasi Frankfurtdagi mashhur ko'chadan boshlangan. Asli yahudiy bo'lgan Mayer Rothschild 18-asrda shunchaki tanga do'koni bor edi. Lekin u odamlarga qarz berishdan ko'ra davlatga qarz berish foydaliroq ekanini tushunib qoladi. Sababi davlatning qarzini uni aholisi to'laydi. Shu sababdan u 5 ta o'g'lini Yevropaning eng muhim shaharlariga yuborib, nafaqat pul, balki o'sha paytdagi eng tezkor axborot tizimini yo'lga qo'yadi. Ular davlatlarga qarz berib, asosan urushlarda ikkala tomonni ham moliyalashtirishgan. Agar u davlat qarzini to'la olmay qolsa, Rothschild tizimi asosida ularning obro'si tushgan va boshqa hech qaysi bankir u davlat bilan ishlamagan. Shunaqa qilib Rothschild oilasi norasmiy ravishda davlatlarga ta'sir o'tkaza boshlagan. Eng qiziq voqea 19-asrda Waterloodagi Napoleon mag'lubiyatidan keyin sodir bo'lgan. Londondagi Rothschild oilasi bu haqida qolganlardan bir kun oldin xabar topgan. Lekin ular hiyla bilan Napoleon yutdi degan gap tarqatishgan. Vahimaga tushgan odamlar va davlat aktivlarini arzimagan chaqiga sotib olib, 24 soat ichida butun Angliya iqtisodiyotini qo'lga kiritishgan. Lekin dunyo bank sistemasi o'zgarishi va yangi urushlar tufayli rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular o'z pul va obro'larini yo'qotishgan.